Terili oyoq kiyim olgan ma'qulmi yoki karafan oyoq kiyim olgan ma'qulmi? Bugun sizlar bilan ikkalasini solishtirib ko'ramiz. Terili mahsulotlarni olishlikda padojlariga ahamiyat bering. Asosan polvertdan, eva padojlardan foydalansangiz, oyoq kiyimingiz yengil bo'ladi. Ustiga kelsak, asosan oshlangan terilar yengilroq bo'ladi, oyoqni kiyilishda qiynamaydi. Karafan mahsulotlarini ustiga e'tibor bering. Usti egiluvchan materialdan bo'lsa, olganingiz ma'qulroq. Materialda egiluvchan bo'lmasa, sinishiga, chiziq tushishiga sabab bo'ladi. Padojiga kelsak, padojini qanaqangi eva bo'lsinmi, polvertan bo'lsinmi, asosan quyma bo'lgani ma'qulroq. Quyma padojli karafan oyoq kiyimlar uzoqroqqa chidaydi. Kley mahsulotidan tayyorlangan bo'lsa, u uzoqroqqa chidamaydi. Ikkita mahsulot haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berdik. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.